Abu Lahabni o'g'li Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni kuyovlari bo'ladi, ikkita o'g'li. Biri Utba bo'ladi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomga juda qattiq beodobchilik qiladi. Ya'ni tabbat nozil bo'lganda meni otamni haqida oyat nozil bo'libdi, otam do'zaxda bo'libdi deb Abu Lahab har ikkala o'g'lini chaqirib, kelyapmizmi? Payg'ambarimiz alayhisalomga beodobchilik qilganligidan Rasululloh qattiq ko'ngillari og'riydi, duo qiladi. Ya Robbi, Allohumma sallit alayhi kalban min kilabi. Parvardigoro, bu Utbaga o'zingni mahluqotlaringdan birortasini to'g'ri qilgin. Ya'ni yirtqich hayvonlarga to'g'ri qilgin deydi. Shu bilan bular ota bola katta bir karvon bilan tijoratga chiqadi Shom shahriga. Tijoratga ketayotib bir sahroda dam olishadi kechasi. Shunda sahroviy odamlar chiqadida, sizlar mehmon ekansizlar, bu joyda yirtqich hayvonlar ko'p bo'ladi deydi. Shunda hamma tuyalarni yotkizib, oxiri odamlarni qumaloq doira shaklida yotkizib, Abu Lahab bilan o'g'li o'rtada yotadi. Bir sher keladida, hamma odamlarni hidlab tuyalardan o'tib, Abu Lahabning o'g'lini yeb qo'yadi shu joyda. Nimaga? Payg'ambarimiz alayhisalom duo qilgan. Ya Robbi, buni bironta bir yirtqich hayvoningga to'g'ri qilgin.